Ko'p rassomlar rasm chizishda qaysi kraskani tanlashni bilmay ikkilanishadi. Moybo'yoq ranglari juda chiroyli, lekin sekin quriydi. Akril esa tez quriydi va ishlashga qulay. Shaxsan men hozir matovoy akrildan ko'proq foydalanyapman. Tez quriydi, lekin moybo'yoqqa o'xshash sifat beradi. Ranglari toza, oson aralashadi va juda chiroyli tonlar chiqadi. Bu borada menga Art Vista matovoy akril kraskalari juda yordam beryapti. Ish jarayonini tezlashtiradi va natija ham professional ko'rinishda bo'ladi. Rassomlar uchun albatta sinab ko'rishga arziydi. Ko'k, oq va qora ranglari. Mana shu matovoy akril kraskalardan men 8 xil rang chiqardim. Va mana shu ranglardan foydalangan holatda suvni va osmonni, och va to'q ranglarini chizdim. Shunday qilib, meni tanlovim hozirgi kunlarda faqatgina akrilovoy kraskalar. Judayam tez va sifatli bo'lishini xohlasam, aynan mana shu kraskalarni tanlab chizaman.